Barsada ham penalti bo'ldi. Men o'yinni ham sharhladim boshqa kanalda. Chun negativgacha ko'payib ketdi. Buni asosiy sababi deb o'ylayman, mana shu daqiqalargacha Real haddan tashqari ko'p penalti so'radi. Mana shu narsa buzadi. Tasavvurni yo'q qilib oxiri berildi. Shartda ham shunaqa deyiladi. Mana oxiri berdi. So'rading berdi. Taxminan shunaqa. Bu safar toza o'ynasha olmadi degan. Hamma epizodda hakam zo'r ishladi deb hisoblayman. Qolganlarda bermagani ham to'g'ri bo'ldi. Bo'ladi, penalti bermoqchimisan, bittasida yozibdi-da, xuddi shu vaziyatni deyapti, maydon markazida yoki chiziqdan tashqarida bersa jarima zarbasi berardi-yu deyapti. Ha, berardi. Lekin penaltida sal bermasdi. Bo'rttirilish kerak. Penaltiniki boshqaroq. Penaltidagi qo'l bilan yoki penaltidagi haligi turtinishlar bilan ushlab qolishlar, xuddi shu narsa sal naroda burchi bayroqcha oldi oson berilishi mumkin edi. Lekin ichkarida qiyin. Bular o'lchanmaydi. Penaltini o'zini holati bor. Hali qol bo'lishi kerak edi. Penaltida u 0.75 xg qo'yadi. Gol salkam. Salkam golda. Mbappe tepsa gol. O'sha tomoni bor.